Green karta bu o'zi nima? Green karta bilasizlarmi do'stlar? Siyosat tomonlama ham qaraganda bu Kongress tarafdan o'ylab topilgan narsa, ya'ni bu insonlarga keng imkoniyat berish Amerikada va bunga qo'shimcha Amerikaning nima foydasi bor? Amerika green kartalar berganda 50 mingta yutuv chiqadi yiliga. 50 mingtadan bu har bir davlatga 7% dan ajratadi. O'sha nechta davlatga qancha yutuv chiqqan bo'lsa, o'sha общий yutug'idan 7% odamga viza berishni boshlaydi. Green karta yutgan odamlarning orasidan kerakli professional odamlar ham bo'lishi mumkin. Bular albatta Amerikaga borib o'ta faoliyat yuritadi va davlatini siyosatini oshirish borasida bu qilinadigan programma. Va buni ko'pchilik mana savol beradi, Donald Tramp admin qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Afsuski bu narsani Donald Tramp admin qila olmaydi. Sababi nima? Admin qilish uchun Kongress o'tda butun senatorlardan tortib butun siyosatchilar o'tiradi. Ularni agar ha degan javobini ola olmasa, u narsa yo'q bo'lmaydi. Bunga Kongress o'zi qarshi. Sabab nimaga? Shu green karta taraflama Amerikaning rivoj taraqqiyotiga hissa qo'shiladi degan maqsadda ular green kartani har yili o'ynatishadi. Va bunga yana qo'shimcha suddan bo'ladi. Suddan ham bilsanglar, bundan oldin ham bo'lgan va green karta bo'yicha sud bekor qilinishini rad etilgan. Shuning uchun green karta hamma o'ynaganlarga, yutganlarga va kelgusi yana green karta o'ynamoqchi bo'lganlarga ham omad tilab qo'ymagan holatda Grant Visa markaziga kim yutgan bo'lsa bemalol kelsanglar bo'ladi. Vizasiga hujjatlar taraflama yordam berib, viza olishingizga ko'maklashamiz. Nomerlarimiz yozib qoldiriladi, narxlar ham kelishilgan holatda. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.